Hammaga salom. Bugun ishxonamda juda qiyin ish bo'ldi. Bugun o'zimga 3 ta tuxum bilan tuzlangan kapusta qildim. Yeymiz hozir. Birga. Xullas, bugun katta e'lon qilishlik kerak edi. E'loni menga yoqmadi uncha. Yerim siqildim, boshim og'ridi. Lekin ilojim yo'q, qaytib ishga borishim kerak. Pul qo'limiz hammamiz. Ishga bormasam pul bo'lmaydi. Pul bo'lmasa olishga narsa bo'lmaydi. Yeyotgan ovqatim ham pul turadi. Hech qiziqqanmisizlar dunyoda qaysi protsent odamlar o'zi xohlagan ish qilyapti? Menimcha ko'p protsenti yomon ko'radi ishini. Qolgan kamchilik protsenti odamlarni o'zini xohlagan, sevgan ishini qiladi. Xullas, nolimayman, ishim yaxshi. Hali bo'ladi, nervingizni chiqaradi. Hamma narsasini tashlab ketib o'rgisi keladi-yu. Kimda bo'ladi shunaqa? Menda hozir shunaqa so'zlagan. Ertaga uydan ishlayman, bormayman ishga.